Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Gretsiyaning Paros arlida. Bugun nihoyatda chiroyli kun bo'ldi. Bo'libmi kashda quyosh petayotgan bu go'zal manzarada Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli bu asrni o'qishni boshlasam nihoyat yaxshi bo'ladiganligini his qilib bu yerda o'tiribman. Raskatni qilishim kerak. Tunugin bir qitim unga oldim. Afsus, kutgandan keyin qarab baqsam bek mishildab ketibdiman. Bugun tushdan keyin dengiz bo'yiga berib, yana bir qitim oldim. Dastlabda shunday yaxshi bo'lgan, shamolmi yo'q, tinchdi. Ammo keyin sal shamol ko'tarilib, boya qarab baqsam, yana ovoz jihatda sifatli yaxshi chiqmabdi. Bu 3-chi qitim elishim. Meningcha Xudoyim buyursa chiqim yaxshi elinadi. Shundaqla yaxshi elinsa, sizlarning ta'liminglar ham mening ta'lim, agar yaxshi elinmay qolsa, afsus qayta olaman. Ma'qul amsa boshlab atdik. Muqaddimadan boshlay. Muqaddima. Onam olamdan o'tdi. Onam olamdan o'tgandan keyinla hayotimda onamning men uchun naqadar muhimligini, onamning turmushimda tutgan favqulodda o'rnini cho'nqur his qildim. Ba'zilari onasining qazo qilganligini aytsa, bu so'zga yoshiringan cho'nqur azobni, ichidan urg'ib chiqayotgan faryodni his qilmagan, bilmagan bo'lishim mumkin. Xiyolimcha bo'lganda onam mangu yashaydi. Mangu meni tashlab ketmaydi. Oh, hasrata. Onam ketdi. Boshqalarning onasiga o'xshashla, mening onammi bu olam bilan xo'shlashib, menga xo'sh deb qo'yishqimi, mehri bilan quchoqlab olishqimi ulgurmay u olamga ketdi. Men yolg'iz qoldim. Aslimalar, tushlar menga hamroh bo'lishga boshladi. Dadam qazo qilgandimi, ichimdan azoblangan, o'rtangan, nola faryod qilgan edi. Biroq bu azoblar keyincha asta-asta besqiga tushib, tinchlanib qolgan edi. Chunki u chaqda yenimda g'amxo'rchim, posibonim, mehribonim onam bor edi. Onu quchoqlab, suyib, erkilab o'zimga tasalli topgan edim. Onamning o'tliq mehrida talay azoblar unutilgan edi. Hozircha hech kimim yo'q. G'ayrib yuragim ansiz so'qidi. Tarafdan vahima, qo'rqinish da'vat keladi. Kimni quchoqlayman? Kimdan tasalli topaman? Hech kim yo'q. Menga qolgani uzoqqa so'zilgan tush. Oyig'i chiqmas she'rin aslama. Uyga kirib, qayoqqa nazar tashlasam, onamning mehrli ko'zlari menga kulib qaraydi. Uyning qaysi burchagiga borsam, onamning she'rin hidi puraydi. Go'yo onam uyning hamma yerida, aslimamda, tushimda menga yuradi. Ah, ana, faryodliq ohim zamin osmonni titirtdi. Yuragimdaydi yozg'in, aslimalaringni, tushingni, xiyollaringni yoz. Anam haqidagi go'zal xotirlarni yoz. Shundala tasalliga erishishing mumkin. Yuragimning iltijosiga bo'ysunib, yezishga boshladim. Ko'z yeshim siyaqqa aylandi. Hasrat, nadomatim bir tomchidan temib tushdi. Ah ana, bir nido ezar yurakni.
Ah ana bir nida ezer yürekni. Ne nida feryadım kuçar felekni. Kettiniz men g'irib kızınız kaldı. Men nedin tapımen sizdek yürekni. Toğuluş aldıdaki bu vakt Tanrı'dan soraptı. Men ne sebepten o alemge barımen? Yaşaş ve sınırış üçün, depti Tanrı. Bu vakt yine soraptı. Anlasam o alemde eski adamlar köp emiş. Cemiyet, rezillik ve cinayet bilen tolgan deydi. Ulardan kandak saklanımen. Hatırcam bol, sana bir periştini koşup evettim, depti Tanrı. O sana kandak yaşaş, neme kılışını ögütüp bir ömür yol başlaydı. Dal şu çağda bu vakt toğuladığan peyt gelip, periştiler onu algılı kepti. Meniş aldı da bu vakt yana Tanrı'dan. O periştinin ismi neyme? Dep soraptı. Tanrı, onun ismi mühim emas. Lekin sen onu ana dep çağırırsan depti. Hatiremden. Hayatımda men unutayalmaydigan keşmiş, eslemeler talay. Lekin aşı günning hemmini unutildirib, ömürlük azaplık günlerimning iptidası bolup gelişini nereden mi biley? Şu günden başlap özümni zadalı tapalmadım. Hayatga ümit, işenç bilen qaraydigan, dunyaga muhabbet bilen bakıdigan közlerimden faqat yaş görmedi. Hemme meni taşlap ketkendi. Dünya bana şunçalik rahimsiz, şunçalik vapasız berildi. Anasıdan ayrılgan yetim botalaqdek bozlaydım. Köz yaşlarım toxtaydigandek emas. Ah ana, cenim ana, yürek bağrım ana, kıyını sen ana. Nidalarım meni hal sırtıp yıkıttı. Şu çağda, şu yıkılgança baki dünyadaki söyümlük anamның qışığı ketişini mi arman kıldım. Hayatımның anam bilen bir can, bir ten bolup ketkenligini faqat şu günden başlap andın düşendim. İşikten vurdu çıksa tönlükten səvir kiridu deydiken. Lekin mening tönlükimden səvir emas, sözləşke til, yezişke qalam acizli qıladigan matem musibet, dağı həsret kiretti. Bezleş, sever tileş, köngül yasaşlarımı qırıq toşsa, sel esimizge kelesiz degendek teselli sözlerimi yeşimni to'xtatalmadı. Qırıq keç gündüz nadamet, ah feryat içede öttü. Öygü bekini belip, saatlap xiyal sürüp, közlerim bir noqtaga tikilip, ketip qalganda ketip ketetdim. Xiyalımda anam meni bağrıga besip, köz yaşlarımda sürtetdi. Cenim ana, sabır qilishim, hayatning qonuniyatiga bo'ysunishim kerak edi. Sana faqat chidamadim. Bilaman, bu can bizga berilgan amonat. Bergan egisi vaqt kelganda elib ketadi. Taqdirga tan bermay iloj yo'q. Lekin ana, taqdirga tan berolmadim. Nemişqimi ko'prak billa bo'lib olmagandiman. Ko'prak muңdishib olmagandiman. Xizmatini ko'prak qilib olmagandiman degan hasrat, o'kinish, armon yuragimga tirni selib aram bermaydi. Xiyolimda anamni quchoqlab yig'laydim. Anam meni suyib tasalli beradi. Ko'z yoshlarim yostiqimni ho'l qilib,
esimga kelib, buning faqat bir xiyolim ekanligini bilganimda, yig'am texmi avjga chiqadi. Onamni shunchalik seg'inib ketdimki, bu o'tqa, u seg'inishga zodi chiday olmaydim. Xuddi onam meni kutib atgandek, bag'riga o'zimni etib, purab, suyib qeni bilishimni istab qabristonlikqa yo'l oldim. Mana shu kundan boshlab kim bilan ko'rishsam, anangiz bormi? Ko'proq billa bo'ling, mungdushing, ular hamon ketidi deb so'zlaydigan bo'lib qoldim. Ko'chalarda onam dematlik ayollarni ko'rsam, uzoq qarab turib ketaman. Ularning turibla onamga aylanib qilishini arzu qilaman. Urug' tuqqan, qum qerindosh, do'st yaran, haqam soylarning ko'ngil aytish bazlashlari, go'zal manzarlik tabiat, o'ynaqlab iqibatgan zilal suvlar, fazil o'limalarning vaz nasihatlarimi musibat azobimni hech yeniklatar emas. Endi yolg'iz qolganimga ishondim. Men yig'lasam, mehrlik bir qo'l ko'z yeshimni pak sürtüp etdi. Bugün u qo'l yo'q. Yollarda mang'almay iziqsam, bir mayak yo'limni yo'rtatdi. U onamning yuragi edi. Endi shu o'tliq yurakni onasimin qo'yniga oldi. Ko'zimmi, yuragimmi yig'lab o'tdi. Seni bana bitap dediler. Düşüm bulup kalsıdı bugün, kanatını kerdi zulmettün. Ana dedim, kan kustu ahim, kara dolkun ara yetti gün. 2012 yılı 30 april. Enimning telefondaki ensiz avazıdın menimde çakmakları çekilip, goya meni asmandan yerge taşlap par kılıverdi. Anam tügep ketipti. Enimning titrep çıkan avazıdın turupgini taşlap, feryat urup, polda yıkıldı. Yak. Ana! Anamның texi yarım saat burun telefonda sözlеген avazı kulaq tübümde jaranlap atadı. 20 april enimning qayni anasının anısı tügep ketken edi. Anamның salametligi ancha yaxshi bo'lmag'achqa, hammanglar Qashqardagi bu o'limga bormasligini, keyin Urumchiga kelganda pat o'qishini aytdi. Lekin anam biz quda tursak, set turmusun deb barg'us keldi. Menmi enimning hurmati bo'pti bağın deb yo'lga selib qo'ygan edim. Voy sit. 10 kun o'tmasdan anamning bizni tashlab ketishini kim o'ylagan? Bo'ldi. Yaşığım yo'q. Menmi anamning qishig'i ketaman. Aerodromning kichik zalidagi uzun o'rindiqda o'z-o'zimga shundoq pichirlab yotadim. Yenimda yangam, enim va ayoli beshimni silab turadi. Shum xabari o'qdan tez tarqaladi degandek, anamning musibat xabarini anglab aerodromga chiqqanlar halimga qarab al-hukmi lillah deyishadi. Yo'q, bu xabar yolg'on. Anam tügep ketmedi. O'zimga pichirlab bir nuqtaga tikilganimcha yotadim.
Texi 10 kun burun anamni mushu aerodromdan Qashqarga uzatib qo'ygan edi. Xo'shlashganda anam meni quchoqlab qonmay so'yib ketgan edi. Shu xo'shlashish, shu so'yishning mangulik ekanligini o'ylab boqmagan ekanman. Anam bilan birga mangan Mukarram ocham va Xurshida ocham anamni ilib bexatarlik tekshirish o'rniga kirib ketgandan keyin xotirjam bo'lib qaytgan edi. Yo'l bo'yi necha qitim telefon qilib ahvol so'ragan edi. Bu yerda anam mangan, bu yerda anamning qadam izlari bor. Ko'zlarim yerdan anamning oyoq izlarini izlab o'tadi. Aeroplan qo'zg'alib silkinmoqda edi. Hammaylar ansizlik bilan o'tiradi. Lekin men ömrümde tunchi qitim bu silkinishdan qo'rqmay o'tirdim. O'lib ketsam, anamning qishig'i boraman, anamni ko'raman. Ko'zim yig'idan qizarib, ishib ketgan edi. Qachon boramiz? Nimandoq osti uchudi? Aeroplan to'xtab qoldimi nima? Qashqarga qachon boramiz? Oxiri Qashqar aerodromiga keldim. Ko'zimga hech kim, hech nima ko'rinmaydi. Yugurgan peti sirtqa chopdim. Bizni aerodromdan uyga elib ketayotgan ikki mashina yonma-yon ketayotdi. Enim chiqqan mashina bizdan sal oldida edi. Men avu mashinaga chiqay, bizdan tez mengayotdi. Ciddileşkenimden titildab ketayotdim. Nimandoq uyga berib bo'lolmaymiz. Bizning uy bunchalik yiroq emasdi-ku. Nimalarni davatqanligimni o'zim bilmaydim. Yiroqdan ishkimiz oldida turgan odamlarni ko'rib faryod urdim. Voy jinim anam, mening anam qani. Maşinadan tushibla yerga yiqildim. Kimlarning o'ylab turg'izganini bilmayman. Jinim ana, qanisan ana deb tovlig'inimcha yana yiqildim. Kichik akam yig'lagan peti kelib, meni ko'tarib o'yliga akirib qo'ydi. O'ylada ko'tarilgan yig'izlar nolamni bosolmadi. Qora palto, ayolcha kamchat tomoq kiygan ayollar to'pidan anamni izlaydim. Putumda mag'bir yo'q edi. Yana yiqildim. Voy anam qani, men Qashqarga saq yo'lga selib qo'ygandim-ku. Voy yuragim eqib ketyapti. O'ylimizga üzülmay kelayotgan ta'tichilar, bir-biriga eslashib yig'ilishayotgan hozidorlar mening nola faryodlarim. Bu dunyolikdagi birdan-bir qiz qerindishim. Anam mening bir jup qizil gullarim, bir jup qizim deb avaslandigan ochamni ikki ayol yo'lab yenimga keldi. Bu tuyuqsiz judolik oldida ochamni o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Ocha, anam qani, bu rostmi? Bu kunlarni qandoq o'tkazamiz? Men tugashdim. Mendan ayrilib qoldigan bo'ldinglar. Yig'izar texmi avjiga chiqdi. Sabr qilsizlar, hamda o'rinlardan turmasizlar, analarining yuzini ko'rolmaylar, tezdan tarat olsizlar. Hozir elib mangadi. Ochamning do'sti Nurbiyaning so'zidan esimga kelib, das o'rnimdan turdim. Ah, Xudo. Anam yotgan uyga etildim. Anam oppoq oxiratlikda liboslanib tinch yotadi. Qizilgul barglari hamma yerga
qo'yiq chechilgan. Uy shunchalik xushbo'y ediki, u bu hayotimda purg'an eng xushpuroq hid shu edi. Canım ana, hayatlıqыңdımı oq rangni, pokizlikni yaxshi ko'ratding. Gul parvish qilatding. Chiroyli ichilgan gullarni chekanga qisib olishga omroq edi. Mana u dunyog'imi oq kiyim bilan gullar ichida uzab etibsan. Oq yog'liq chegishgan qo'llarida tasbih seyirib, anamga Allohdan mag'firat tilab o'ltirgan ayollar tushma-tushdin. Assalomu alaykum, bismillahirrahmanirrahim deb kirsilar. Rozilik bersizlar, men sizlardan rozi deysizlar. Sizlarmi mendan rozi bo'lsizlar deysizlar, deyishdi. Assalomu alaykum, jinim ana. Meni saqlab yotdingmi ana? Bismillahirrahmanirrahim ana. Men sizlardan her ikkala olam rozi. Yurkim ana. Meni to'qib cho'ng qilganlarga rozi bo'lsizlar ana. Oldilaridan to'g'ri o'tib qolgan bo'lsam, dillarini og'irtib qo'ygan bo'lsam, kechirsizlar ana. Bizdan rozi bo'lsizlar ana. Biz hammamiz sizlardan bu dunyo rozi ana. Kechiringlar. Oxirgi qitim biz 5 bola, kelin, kuyog'ul, navirlar rozilik berib, hasrat, nadomatlik yig'izar ichida anam bilan xo'shlashdik. Jinim ana, sizlarni yaratgan egasiga topshirdim. Allah sizlarga jannat bilan xush xabar berar. Cennetul Firdavs, Cennetul Rizvanning eshiklarini ochiq qilar, gunohlarini mag'firat qilar. Amin. Anamni jinozga selishdi. Mangulik vidolashishga chidamay yerda o'tirib qoldim. Jinozani o'rab turgan qarindoshlarim yig'izar duo tilaklar ichida anamni qo'l-qo'lga tegmay ko'tirib menishdi. O'rnimdan dast turib, kaynadan yugurdim. Hammasi menga eslab olishdi. Yomon bo'ladi, qiz balchiqsi bo'lmaydi. Qo'lqimga bu so'zlar musht urgandek anglanayotdi. Yo'q, men bir ko'rib olay, kaynadan bir ko'rib olay. Meni to'smanglar, jiroqdan bo'lsa-mu bir ko'rib olay. Kaynimdan chiqqan bir top ayollar meni uyga akirib ketishdi. Jinim ana, bu dunyoga ko'z ichib ko'rgunim sen edim. Sana qanmay bugunga kelgan edim. Bu ayrılışning mangulik ayrilish ekanligini bilaman. Men sendan mangulik ayrıldım. Endi men seni hergizmi ko'ra olmayman. Herkes. Yürekni ezadigan mo'ngluq qiroat boshlandi. Buvimlar anamning ruhini atiga Allohdan mag'firat tilab o'tdi. Menmi ularga ergishib anam uchun duo qilmoqda edim. Jinim ana, seni masjidga elib mengishdi. Kichik vaqtlarimda
masjidning oldidan yog'liqsiz kaltiyan kiyimlar bilan o'tib qolmang. Azon chiqqanda gap qilmang, duo qiling. Masjid degan Allohning uyi. Bu dunyoda mazlum bo'lg'ashqa masjidga bormaganimiz bilan u dunyoga masjidda namozini tushirmagicha yuzi yo'ruq borg'ili bo'lmaydi deydi. Mana sen Allohning uyi deb ulug'laydigan ham bizni ulug'latadigan masjidga seni elib mengishdi. Ana, sen muqaddas shahar Makkaga borganingda Ka'badagi namoz o'qigan ta'sirotlaringni qancha qitim takrar so'zlab, odam masjidda bolalarini, uyini, dunyoni o'ylamaydi ekan. Allohdan boshqa, u dunyodan boshqa hech nimani o'ylamaydi ekan degan edim. Seni muqaddas tavobgohga elib mengishdi. U yerdan qabristonlikqa ochiqib yerlik qo'yishdi. Seni so'g'uq qora yer qo'yniga ko'mib qo'yishdi. İnson tuproqdan yaralgan, yana tuproqqa qaytadi degandek, sen ashu jimjit ana yer qo'yniga kirib ketsin. Patiga kelganlari uzashdi. Yiroqdan kelgan tuqqanlar qo'nib kelishdi. Yig'a zaridan alsiragan edi. Unim pütüp aran chiqib atadi. Men yatqan uyda yatqanlar yetibla uyquga ketishdi. O'rnimdan turib, hamma uyga kirib chiqdi. Hamma uxlab ketishgan edi. Anamning hidini topolmay ralli bo'latdim. Osmonga qaradim. Ay bulutlar ichidan asta chiqib, halimga ich og'ritayotgandek, yana asta bulutlar keyniga yo'shirindi. Ay, to'lin ay. Balalık çağlarımda bu öyde, del muşu hoylada, del muşu o'rinda adamның daim asmanға qarab, sana heves ve seğiniş bilen qarabatqanligini ko'ratdim. Asta yeniga kelsem, meni quchoqlab. Onam rahmatlik tugab, yerlikda yotgan kuni kechda uyqum kelmay, o'ylig'i chiqib asmanға qarasam, ay mushundaq to'lib ekan. 1980-yili 11-ayning 23-kuni ay to'lgan kun edi. Shunga men ayning to'lg'inini ko'rishni yaxshi ko'raman. Ayga qarasam, onamni aslayman degan edi. Mana bugun men ashu ayga qarab, onamni aslab otaman. Jenim ana, endi ayga qarab onasini seg'inish menga qoldimi? Sen daim ayga qarab, anam, japokesh anam, meni uxlab olsin deb, kechisi meni uyg'otmay, bolalarimni beqib beradi anam. Yaval, yetib ol, oram ilib ol deb ko'zimga qaraydi anam. Ajab qadrini bilmabdiman deb yig'lasang, ko'z yoshlaringni surtib, qo'llaringga suyib, quchqingda yetib tasalli berdim. Biz borg'u ana, seni bek ayaymiz, momamga duo qilaylik. Qarag'ana ayning atrofidagi yulduzlarga. Nima degan go'zal? Avu ang egizdagi mening yulduzim, yenidagi sening yulduzing. Desam, rost, nima degan chiroyliq. Kunduzning zinnati quyosh, kechining zinnati ay yulduzlar. Ular arshni qo'g'daydigan farishtalarmish degan edi. Bugun men ayga qarab, seni seg'inib, o'ksib yig'lamoqdaman. Lekin ko'z yoshlarimni surtib, bag'riga bosadigan hech kimim yo'q. Bugun ayga qarab, yulduzimni izlagim yo'q. Onun yenidagi iqib ketgan yulduz mening yuragimni iqib etdi. Ay bulut keyniga yoshiringan edi. Xeyli kutib baqqan bo'lsam chiqmadi. Balkim noli faryodimga chidamagandi. Osmonga qarab bo'ynimni telib ketgan edi. Uyga kirdim. Hammaylan uyquda.
Tova. Bular uxlavatı doğu. Anam tügep ketsimi uxlayalaydı ekeni. Jürekim qiypığı sığmay batattı. Nefsim sıkılıp tın almay batattım. Jürekimnin bir aramlıqıға çidimay, meydemge muşlap, avazımını mı çıkır almay, nalı qılattım. Açık elemde bozuşumdun, öydikiler oyğandı. Vay Xudayım, özünüzni tamğı urup yığılavatqan oxşumamsız. Yengem yenimge kelip, kolumni tutup aldı. Unda qılmaň, anı bala haman ayrılıdı. Sabır qılın, ağırıp qalısız. Helimi az yığılmadınız, halınız qalmadı. Bunda qılsınız, anamның rohi qornup qalıdı. Men endi qandaq yaşayman? Anısız hayatqa qandaq mı könümen? Özümni tamğı urup yığılaydım. Səhərdə tupraq beşiği çıxımız degen qo. Neymiş ki bunca uxlaysızlar? Maňayly, anam yalğız qaldı. Özümden nemilerini dep ketip atqanlygymny özüm uxmaydım. Ular yana uyquga ketişdi. Anamni yuyup, ahiretliki algan öyge kirip, yerge meydemni yıkıp yattım. Ah, rahimsiz dünya. Kabahatlik ecel. Ah, matem musibettin çak yerilgan yürek. Moşundaq iğir bir günning haman kelişini biletdim. Lekin bunç tez keler dep faqat oylamagankenman. Talay ayrılış beşimge kelgenu, lekin yürükimni özü bilen taң ilip ketken bundaq ayrılışını görmegenman. Talay yığılganman. Lekin közümdin qan, zerdap aqqan açıq yaşның təmini tetip bakmaganman. Ah, anamdın ayrılgan taң atmaz gece. Keçiringlar. Özümni şundaq tuşqı tirişdim, lekin ba'zida ras mumkin bo'lmay qoldi. Yana bir bölümni o'qib etay. Shundaq chiroyliq kun o'ltirdi. Wow, nima degan go'zal. O'ychan kecha jimjit shu qadar. O'ychan kecha jimjit shu qadar. Jimliq go'ya manga shum xabar. Güllari to'zib ketmakda unsiz, yopirmoqlari to'kilib to'kar. Saharning jimliqi hammamizning hasratlik tiniqlari bilan bozildi. Musibatning ig'irligi shu bo'lsa kerak. Nursiz ko'zlar, ruhsiz tanlar, alamlik ulug' kichik tinishlar öynimi, o'ylinimi, havanimi tushkun tusga kirgizgan edi. Hammamiz unsiz edik. O'ltirsaqmi, qopsaqmi, mangsaqmi, ig'ir bir dard, alam, hasrat qaddimizni besib, mükchaytib qo'ygan edi. Birdamdala urug' tuqqan yaqin yo'riqlar anamning do'stlari ta'tlab kelishga boshladi. Tuproq beshig'i yo'l oldik. To'xtamay eqivatgan ko'z yoshlarimni surtib ulgurmay vatatdim. Tünögün bu yollarda anamni elib mengishgan. Bu yolda anam anasının qabrisiga chiqib talay qitim mangan. Endi bu yolda mengish bizga qoldi. Tuproq beshida bizdan burun chiqib bo'lgan tuqqanlarimiz bizni kutib turishgan edi. Dadam rahmatlik doim yat yegicha, tuqqan o'lgicha deb
hayatlıqda yamanlaşqan tuqqanlarnımı ölümdə aqbaqlab, yığlab turuşudu. Qeyrandaşının beği müstəhkəm deydi. Keçidin beri yaqqan yağmur ətrafını nəmxoş hid bilən şamaldatıb turatdı. Zumçaq qəbirlər arasında anamның qəbrisiga qarab ün selib yığlab ketdi. Ana, canım ana, bizni taşlab bu yerga kelib yetib oldingmi ana? Dadamның yo'qligini, dadasiz yetimligimizni bilindirmagan anam, chirig'ini o'chirmay kelgan anam. Seningdan ayrilib bu dardlarni zodi ko'tarolmadim-ku ana. Ananing o'ti boshqa bo'ladi ekan-ku ana. Qiraat ovozi meni yig'idan to'xtatdi. Erlar qabri atrofida o'ltirib qiraat anglayotdi. Vujudimga singib kirayotgan mungluq bu qiroatdan ixtiyorsiz taskin tepiyotdi. Uzoq duodan keyin erlar yiroqlab turishdi. Ayollar qabri yeniga keldi. Ocham ikkimiz qabrni quchoqlab yig'laydik. Ochamning qo'shoqlari hammaylarni yig'iltirdi. Assalomu alaykum ana, tinch yotdimi ana? Bizni qari yetim qilib ketdimi ana? Dada deganlarga qarab yig'laymizmi ana? Ona deganlarga qarab yig'laymizmi ana? Dadamizning yo'qligini chandırmagandiligi ana? Yetimligimizni bilindirmagandiligi ana? Endi ojiz, bechorligimizni bildik ana. Bundaq yığılsanglar yaman boludu, mərhumğa azab boludu, deb tuqqanlar bizni qabri yenidən elib ketishdi. Qabri beşidən qaytib keldik. Uyga kelavatqan patichilar, tilavatqan sabr, tasallilar üzülməydi. Qur'on tilovatlar bilan qo'limiz duodan tushmaydi. Bir kech kunduz gelimdan hech nima o'tmadi. Bedenim susirab ketdimi, ocham zo'rlab ichirgan bir piyola choyni ming tasda ichdim. Shu an ko'z oldimga onamning atdiganda ishkim kelmay oshirib qo'ygan ustini kaynimdan ko'tirib, men oyoq kiygicha tutib turgan holati keldi. Canım qizim, buni ichib eting. Tushkicha mushu hisob bo'lib qoladi. Ozroq bo'lsa-mu quvvat bo'ladi. Odam yosh chig'ida to'plagan badan quvvati bilan yashaydi. Sizlar sal qaraysizlar, quvvatsiz badan oson ojizlaydi. Tez qerib ketadi. Mana 2 o'tlisli tugaydi jinim bolam. Shundoq so'zlar bilan oyog'imni kiyib bo'lib, ustni ichib etatdim. Onam xuddi o'zi ishganda xo'shal bo'lib, meni so'yib xo'shlashadi. Oyog'i uzilmay kelayotgan ayol patichilar bizni quchoqlab ko'rishib, tasalli berishadi. Ularning qaraliq kiyimlari bilan oq yoqliq ortishib kelishi, bizga esdoshlik qilishlari, qayg'uliq chiroylari, to'limi chiroyliq aytilgan tasalli so'zlari, sabr tilashlaridan odamlari qoida, yo'sulluq, iman, e'tiqodliq, azizona ana yurtimga bo'lgan kuchli bir muhabbat o'tdi, qalbimda yalqinjaydi. Balalik chaqlarimdagi do'stlarim, boshlang'ich o'tir maktabdagi saboqdoshlarim keldi. Ularni ko'rib, oz to'la o'zimga keldim. Ham hayron qoldim. Chunki bu saboqdoshlarimning ba'zilari bilan maktab bitkizgandan beri ko'rishib baxmagan edi. Onamning vafoti shuncha yil ko'rishmagan, hatto biror uchur xabarini ololmagan bu saboqdoshlarim chat qilgan edi.
Ben Ürümchiga apam tugab ketip qaytgan vaqtimda mening dal kögünüm şu. Şuncha yıllardan beri görüşmegen savaqdaşlarım, dostlarım ayakları üzülmey. පැtik kelgen. Oh là là. Kechiringlar Jumo, bu asar, bu kitap endi shunchalik esli yozilgan. Balkim opam tugab ketgandan keyin o'qig'anim uchun shunday bo'lishi mumkin. Chunki bu qizning o'sha yerda tasvirlagan shu manzaralar degan so'zlari xuddi ba'zida biz o'zimizning hissiyotlarimizni ifodalashga so'z topolmay qolgan shu so'zlarni yozgandek tuyuldi menga. Ba'zi quyosh to'liq petib bo'lgandan keyin shu qip-qizil shafaq bilan shunchalik chiroyli bo'lib ketadi. Bugun shunday bir manzara bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Kechiringlar. Davomlashtirib o'qib beray. Ularni shunchalik chin quchoqladimki, zada qo'yib bergim yo'qdek. Xuddi onam meni quchoqlagandek, bolalikdagi bu do'st saboqdoshlarimning mo'rlarini mehrim bilan silab ketib atdim. Balalik chaqlarimdagi g'amsiz kunlarimni siyg'ingandek, mangu kelmas bolaligimga chidamagandek bo'zlab yig'lab ketib atdim. Məktəb yeşiği toşqan aşı yili anam meni qo'limdan yetilab maktabga apirib qo'ygan edi. Maydonda qatar tizilgan yangi o'quvchilar arasiga kirib, anamga mo'ldirlab qaradim. Taki shu kungacha men onamning soyasidek yenidan zodi ayrilib baxmagan edim. Onammi menga chidamagandek bolalar arasidan menga to'ymay qarab kulimsirab turadi. Menmi onamning ketib kelishidan ansirgandek, oningdan ko'zimni uzmay andishi bilan qarab turadi. Shu taptila yugurib berib, onamni quchoqlab olg'im kelib ketib atadi. Bizni qatar qilib sinflarga akirishdi. Ko'zim yanada onamda edi. Onam menga qo'lini pulanglatib ilhom berib atadi. Sinfga kirguncha ko'zim kaynimda, bo'ynim qayrilib ketguncha onamni izlab atadi. Sinfga kirib, udul deraza yeniga kelgan edim. Shu kuni tushda uyimizga yugurib berib, onamga o'zimni etib yig'lab ketgan edim. Tamoq etib atgan onam nima bo'lganligimni bilolmay mendan ansirab, "Nima bo'ldi sizga? Nemishqa yig'laysiz qizim?" desa, "Ana, seni seg'inib ketdim" deb esadab yig'lab ketgan edi. Onam bu gapimdan kulib ketib, meni quchoqlab so'yib ketgan edi. Shu qitim onamni chin quchoqlab zodi qo'yib bergim kelmagan edi. Quchoqlashning qanchalik muhabbatlik ish ekanligini mana bugun haqiqiy ma'nosi bilan tushunyapman. Muhabbatlik, mehrlik quchoqlashning ta'sir kuchini his qilaman. Bu vaqtlarni onaning quchoqlashi, yurak bilan yurakning so'qishini ting'ishi bo'lsa, balalik chog'lardagi quchoqlash farzandlarga ishonch ham mehr beg'ishlaydi ekan. Onamning shu mehrlik quchoqlashi menga mangulik o'chmas ham o'ngmas muhabbat beg'ishlagan ekan.
Taki bugüngacha shu mehrlik quchoqlashning lazzatini tamshib, shuningdan harorat elib yashab keldi. Padari buzruklarimiz, suyumlik onalarimiz kunda uyimizda, ko'zimizda, tiniqlari yenimizda bo'lganlikdan mangu qishimizda turadigandek, bizdan ayrilmaydigandek hissiyatda bo'ladi ekanmiz. Ularga az to'la mehr beg'ishlashga qiyriqlik qiladi ekanmiz. Hatto ana sizni yaxshi ko'raman deb birer qitim bag'rimizga ching basmaydi ekanmiz. Hayotlikning, yoshlikning, turmushning tugamas aldirashliklari bizni shu qadar behud qilib etadi ekanki, yo'limizga talmurib o'ltiradigan ota-onamizga birer qitim suyunish bilan qarab qo'yishnimi unutar ekanmiz. Dadam rahmatlik tugab ketganda, onam meni yana shu mehrlik bag'riga mahkam besib, mo'ramni, dumbanni silab, pichirlab tasalli bergan edi. Aslida onam shu quchoqlash, shu silashlari bilan mening azobimni o'z bag'riga ko'chirib olgan. O'zigami tasalli bergan ekan. Lekin bugun men hech kimning bundoq mehrlik quchoqlashini bilmadim. Ma'qul emsa, bugun mo'shinchilik o'qib beray. Qayta o'zra tilayman. O'zimni shundoq tutib olay desam, ba'zida mumkin bo'lmay qoldi, ammo kitobningki men uchun eng ig'ir tuyulgan bölümü mushu boshlanishdi. Bu bölümni tugatdik. Meningcha qolgan bölümlerde herhalde o'zimni tutib elib, besib elib o'qib bera olayman deb o'ylayman. Ma'qul emsa, aman bo'laylik. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik.